Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'sh qobozlari, chorva qobozlari va bizni tasodifiy kuzatib turgan aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun sizlar uchun chiroyli hamda foydali bo'lgan video, ya'ni qo'y boqish sirlari haqida noldan xudo xolasa bir batafsil video qilamiz. Inshaalloh like'larni bosib, obuna bo'lsalaring, biz boshlaymiz akalar. Xudo xolasa. Videolarimiz akalar ozgina bir cho'zilishi mumkin. Shuning uchun bir yaxshilab bir o'rnash bo'lsalaring, xudo xolasa shu qo'ylar nima yeyapti, necha mahalliy yeyapti, qanday qo'y boqish kerak, barcha ma'lumotlarni inshaalloh ipidan minasigacha shu batafsil xudo xolasa aytib o'tamiz. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha mashhur arzonchilar qishlog'i, Tepao'ran qishlog'idamiz. Kanalimizda, nafaqat kanalimizda, balki YouTube'larda ham o'sha qo'ylarni arzon chiqarayotgan, o'zlari ham shu qo'y bilan shug'ullanayotgan, xudo xolasa bugun mana foydali video qilamiz deb inshaalloh Avazbek do'stimiz qo'lga kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar, tuzilmishlar, charchamang. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa shu bugun qo'ldan kelganicha qo'y boqishlarni o'zim noldan boshlab o'zim o'rgataman. Faqat like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hozir uyimda bayta picha bilan bor, qo'shqarni picha bilan ahta qilinganlar bor. Shularni ko'rsataman. Xudo xolasa mana shu video 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, o'zim qo'ramda ham doimiy qo'y turi bor. Ularga ham o'z bayta qo'ylar bor. Ularga qo'ldan kelgancha chiroyli qo'y video qilsam chiqaramiz. Qo'chqor so'lg'i hammasi bor. Qo'llab tursalar, like bosib qo'chqor so'lg'i hammasi bor. Akalar, xudo xolasa mana Avazbek o'sha YouTube'dagi juda ham ko'chib o'zi yaxshi bir taniydi, yaxshi biladi. Xudo xolasa mana o'zlari qanday usulda qo'y boqadilar, barcha bir ma'lumotlarni o'zlaridan olishga harakat qilamiz. Bu yerda akalar mana qozonimiz Avaz siz ham pishga yemiragansiz bularga. Beriladi. Shunda ham baraka bo'larkan, qo'y bo'lsa ham tuzalishga osonroq bo'ladi bu qanotlagan narsada. Foydasi ancha katta. Qozonimiz necha litrli qozon Avazbek? 100 litrlik. 100 litrlik qozon, xudo xolasa. 100 litr. Buni ichiga nimalar qo'shgansiz? Avazbek buning ichiga? Makka qo'shilgan, shipuli guruh qo'shilgan, arpa qo'shilgan. Makka, shipuli guruh, mana akalar arpa, mana ishib semirgan-a bu Avazbek bu. Hammasi. Bo'ksa ham tuzalishga osonroq bo'ladi. Xom narsani yeb qo'yib bekada ham tuzalish qiyin bo'ladi. Nimaga ichida shishadi-da u. Shishib bitadi-da bunda. Bu shishmaydi u, mana yana tez yozilib ketadi demak. Tez yozilib ketadi, mana. Keyin uni yem tayyorlayotganda ichiga tuz qo'shib olsa yaxshi bo'ladi. Tuz qo'shilsa yaxshi bo'ladi. Tuzlar ham bor. Har kuni mana shu 100 litrlikka bir pacha suv qo'shaveramiz. Yoki qo'y chanqitadi, keyin chanqigandan keyin suv ichadi-ku qo'y. Ichaklari kengayadi, o'zgarish yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'zgaradi. Yaxshi o'zgaradi, xudo xolasa. Doim suv qo'shaveramiz o'zimiz. Ilyardimiz qo'y vaqt beramiz, biz buni buyurtmasi o'tkazib boshlagan emasmiz. Nechilar bir Avazbek shu qo'y boqqasiz o'zingiz? 19 ga kirdim, mana shu 19 dan qo'ynishi, dadamlarim hammasi shuni ichida. Sizga ota kasb. Ota kasb bizga, ha. Lekin qo'yni yaxshi foyda qilyapsiz-ki, shu ish qilyapsiz, so'ramasmi? Yaxshi foyda qilyapsiz, shu ish qilamiz. Ziyon qilmayapsizmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Endi ba'zi bir nima, hech narsa bir yoqmaydigan bir negativ inson bo'ladi-yu, qo'y boqib foyda qilib bo'lmaydi deydigan. Ha, bu biz o'zimiz shuni ichidamiz, bilamiz. Tishimiz chiqqandan shuni ichida yuramiz biz. Biz qo'yni olishda ham bilish kerak, qo'yni olishda ham bilish kerak. Baqish asosan qo'y qanday qo'y bo'lsa ham baqish yaxshi bilgan odam ziyon qilmaydi. Yaxshi foyda qilsa foyda qiladi. Qo'yga bir yaxshi mehr bersa, yaxshi qarasa, erinmay qarasa o'zi yaxshigina foyda qilaveradi. U aytaveradi u hozir kelganini. Akalar, mana o'zi haqiqatan o'ziga bir hech narsa bu dunyoda yoqmaydigan bir o'zi bir qo'yga tushmaydigan insonlar bo'ladi, negativ bo'lsa degan, lekin akalar, xudo xolasa qo'ygan shu mehr berib qaralsa, inshaalloh mana nima yaxshi o'zgaradi. Akalar, lekin mana bu haqiqatan Makka yem u nima edi? Haligi aytadi-ku, non odamni ham semirtiradi-ku. Mana shu akalarmi? Bu yerda 35 ta bor. Hozircha mana shunda 15 litrli tag'arada 2 ta qo'yapmiz hozir. 2 ta rashlab qo'shamiz-a? Hop, akalar, bu yerda bo'lmasa yem tayyorlash jarayoni, xudo xolasa mana hozirga olgan pishgan bug'doy makkalarimiz va bu yerda nima Avazbek bu? Bu yer o'lik. O'lgan paxtani atxodi. Negativchilaringiz bor, qo'y boqib foyda qilmaydi, 3.5 ming, 3 ming unaqa yem olib berganiga foyda qilmaydi deganishdi. Buni paxtani atxodi 2 tonna 200 kilo, 1 million 850 ming to'kib ketdi. 770 so'm shu kelasi mana. 770 so'm, 800 so'm ham bormaydi. Ha, o'zgarishga yaxshi bo'ladi. Mana akalar, faqat bug'doylarga bersak, foyda qiladi, foyda qilmaydi. Ha, faqat bug'doy bilan kepadi aralashtirib bersa foyda qilmaydi, uncha. Foyda qiladi endi. Kamroq. Qimmatroq qo'yishamiz, foyda qilishimiz kerak. Foyda qimmat olasizmi, orzalasizmi, orzaroq tushasiz. Yemni arzon olish kerak. Foyda qilaradi. Shu tomonlarga e'tibor berish kerak asosan. Mana akalar, xudo xolasa mana tayyorlash jarayoni mana shu 35 ta qo'yga Avazbek bu. 35 ta qo'ygan. Mana 2 ta tog'orada to'ldirib o'sha pishgan yemdan solindi. Buni tagidagi haligi paxta atib qancha qo'shiladi?
Buni holatiga qarab qo'shilaveradi. 6 ga. Masalan, siz qancha qo'shasiz? Tag'i tog'orda bir 2 tog'or qo'shasizmi? 3 tog'ora. 3 tog'ora pasan turna qo'shiladi va kepaga akalar mana. Ko'ryapsizlar. Ashi bir qol kepasi necha kunga yetadi ashi 30 kunga? Bu kepak 1,5 kunga yetadi. 1,5 kunga 3 mahal yetadi. 55 ming so'm. 25 kilolik. 3 mahal yetadi. Hop, necha mahal o'zi yem berasiz o'zingiz? Masalan, ertalabga qo'y baxshilar qilyapmiz. Ertalabga kamroq beramiz. Kechki paytga ko'proq qilib beramiz. Sonra ertalabga tayyor. 2 mahal akalar hozir soatim shu 9:30 atrofida beraverasiz o'zidan bir holatlarga bir rejimda beraveradi. Mana akalar shunaqa qilib aralashtirib. Yaxshi aralashtirib beriladi. Kepadan ko'proq qo'shiladi ekan. Kepadan shu holatiga qo'shilaveradi. Kepadan ko'proq qo'shgansizlar akalar mana. Mana shu paxtani atvodini qurug'ini ham bersa bo'lar ekan, namlantirib bersa ham bo'laveradi. Chunki suv qo'shib bersa ham bo'laveradi. Mana Bu endi bodem ekan, suv borliqcha suv qo'shmaydi. o'zi nam holatda bo'lganligi uchun. Mana akalar bu yem tayyorlash jarayonimiz xudo xolasa mana o'zi nimaga o'zim shu yerda sizdan ko'payib ketdi ashi. Sog'liq 5-6 daqiqada chiqsa kerak, xotirjam. Qo'ylarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana endi hamma ko'p kutilgan qo'ylarni ko'rsatamiz. Bu yerda 11 dona qo'chqorda pichma qilingan bu axta. Akalar mana axta qilingan, mana qo'chqorlarni pichma qilingan, lekin juda katta ekan, navasi qo'ylardi. Qo'yganligingizda necha pul olgansiz shulardan? 3,250 ming so'm oldik. Bir oy bo'lgan yo'q. Hali bir oy, mana shular bir oy bo'lmadimi? 3,225 kun, 20 kun shunaqa bo'ldi. O'ta katta. Hozir ham qo'ylar 40 kilovatni go'shaga qo'ydilar. Xotirjam, yo'q, xotirjam chiqadi lekin. Nega qo'y turi hozir 70 kilo, 75 kilo da. Bu ham 85 gacha chiqarsa kerak, ular xotirjam. Chiqadi xotirjam. Tishlari ham 4 ta shunaqa ular. Hammasi ro'mon qo'ylar. Akalar bular so'lg'i emas, yuz o'xshaydi-yu, lekin so'lg'i emas ekan. Hammasi pichma. Hammasi pichma qiling. Yana shu variantlar xudo xolasa. Keyin sal hurkora bo'ladi, qo'chqor so'liq qaraganda sal hurkora bo'ladi. Hozir misol yem to'shsaga uncha kilo olmaydi-ki. Mana chikilganimizda keyin keladi hammasi. Bular yem berishga udobli-da bu. Hozir misol mana to'kamiz mana. Kami keladi mana. Kellasi qo'chqorlar bilsan ulug'lik. Ha, demak haligi yemda keyinda xalaqit bermay solishga. Ha, shunday. Keyin qo'chqorlar boshdan chachilib ketadi yemlar bu. Shunday hammasi yopish kelganda. Hozir qo'li kelgan yo'q mana. Sal hurkora biz chiqsak keladi hammasi. Yugurib keladi hammasi. Akalar mana xudo xolasa lekin avvalgi bularni demak qo'shga qaraganda tez semirish tez bo'lgan ham o'zgarishi. Endi bu o'ta tez yuradi qo'chqor qaraganda, qo'chqor so'liq qaraganda. Narxi ham arzon bo'ladimi qo'chga qaraganda bu? Yo'q, tep-beton yuradi. Narxi bir xil yuradi, lekin o'zgarishi zo'r. Qo'chqorda bundan 95 mingdan so'm o'lyapti hozir. Akalar mana qo'ydi kattalar 3 million 200 mingdan bir oy olmagan bo'lsa qo'ylar. 150 ming so'mdan 20 tasini oldim, 11 tasi bu yerda. Davomini ko'rsatamiz xudo xolasa. Ko'rsatamiz. Mana akalar shu ba'zi hozir ko'rsatgan bir tayyorlangan yemimiz, o'sha aralashtirilgan varianti mana. Lekin asha mana akalar pichma plyus zamonini aytsak mana qo'ylar kelgani yo'q. Buni yem solganingizda yolg'iz kelib haligi nima edi, o'g'irib to'solmaydi kallasi bilan, intilmaydi. Ketgandan keyin akalar mana xudo xolasa o'zi kelib mana yo'rak akalar mana hozir ko'ryapsizlar. Xudo xolasa bu birinchi qo'ramizdan qo'ylar, ikkinchi qo'ramizdan ko'rsatamiz akalar. Xo'p, akalar mana bu yoqda hozir pichmalar sheriklari. Davomlari mana xudo xolasa yemlari. O'sha kattalar shu hozir 3,250 sheriklar hozir nima qilib ko'rsatdik-ku. Azman baklash nima kerak? Bu yerda qo'chqor qo'ydik oldin. Qo'chqor sushyapti qo'chqor ichiga baylab qo'ydik. Shunaqa 4-5 ta qilib bag'ida ham ko'rsatib qo'ygan uni. Mana akalar bu yoqda baylab qo'ygan edik. Qo'chqor sushmaydi buni. Sushganda bir-biriga yurganda bu kiyadi kirishga. Sumlaganda hurkiydi. Hurkib sushmaydi. Albatta keyin pichma bo'lyapti. Oldin qo'chqor boqqanmiz. Bu sariq qo'chqor shekilli emas. Sariq bitta qo'chqor bor, buni oyog'i qiyshiq buni. O'tkazdan turadi bu. Yani oldi oyog'i qishroq turadi. Qo'chqor bor xolos. Ba'dan ham yo'q pichma, hammasi. Mana akalar bu yoqda mana yem yeyishlarini ko'ryapsizlar. Mana haqiqatan odam kelsa hurkib ekan akalar lekin. Bu yoqda kichik variantlar ekan bular. Ha, kichikroqlar. Mana katta shundan. Mana akalar mana bitta kattasi bor ekan, qolgan hammasi ular yaqinda tushdimi endi baquvga? Ular yaqinda tushdi, ham 1,5 oyda o'tdi bular. Ular ham ular necha pul olingan emas olishdi? 2,600 ming so'm olingan qo'zlar, 12 dona. 2,600 olingan, xudo xolasa o'zgarishlar zo'r. Mana akalar ko'ryapsiz, yem. Kattalarda do'xtosi yerda bor, raba sotaveramiz kattalarda. Mo kichiklarda ular do'xtosi qurbetlikda turadi bular. Ularni o'rniga nima qilinadi? Ular o'rniga ular turadi bular. Xudo xolasa mana avrot yaxshi bo'ladi. Endi avval bu pichmani necha oy boqqanni tavsiya berasiz o'zingiz? O'zi pichma ko'p baqilmaydi. Qo'chqor misol 7 oy, 8 oy baqasa buni 3 oy baqilasiz, 4 oy baqsa uzoq 4 oy tayyor bo'ladi. Xotirjam. O'zi yetlar, qo'chqorda o'tib ketadi pichma. 4 oy qolmaydi. Mana yemlar yana solinmayapti.
So'raringlar. Bizdan hukman qo'ylar o'qida kelmaydi mana qo'ylar. Lekin akalar mana kelsa sразу yem kerak ekan mana. Yemlar mana o'zi solinyapti akalar, xudo xolasa. Lekin o'zgarishga zo'r bo'ladi, o'zgarishga. O'zgarish o'zi YouTube'da o'zi pichma baqish sirlari chiqmagan bo'lsa kerak mana. Chiqmagan. Mana qizillar turibdi, mana shular chiroylilar. Shular 2600 ham bo'lgan shular. Ikkita bir xil bor ekan. Ular o'zi hammasi bir xil o'nlarida, u katta o'rtada o'nlarlardan. Bular avvalgi sotmaysizlar bularni hozir. Yo'q, bular daha sotmayman. Ha, sotilmaydi. Lekin sotiladigan qo'ylaringiz bormi o'zingizda ham, masalan? Sotiladigan bo'g'azkada bo'lsa ham. Bo'g'az so'lovlar bor. Yoshga Bo'g'az so'lovlar bor. bo'g'az solib, shu tartibda yemni beradigan so'lovlar bor. Xo'si, ulardan yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Demak, hozirgi videoni shu so'liq boqsa ham bo'laveradi, mana shu tartibda. So'liq qo'y bo'lsa, qo'y o'z baraka qo'y. Qo'y boqqadan kam bo'lmaydi. Prosta yaxshilab baqishni bilish kerak xolos. Davasa o'zi nima lazim qo'yamiz? Maslahatlarda so'rashda bemalol telefon uradi, emas sizga. Qo'ldan kelgancha telefon ulashaveradi. Qo'ldan kelgancha o'zim aloqalarim o'rgatilaveradi. Davasa yo'q, jillatib yetiyor uni, bemalol. Bilmay akalarni telefon ulashaversin. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. barcha bir ma'lumotlarni o'zi beraverasiz. Ha, o'zim beraman. Telefon ulashaveradi. Akalar xotirjam telefon qilaverasizlar. Endi avazlik nima edi, qo'ylarni endi masalan yangi boshlagan odamlar kasalliklari haqida bilmaydi-yu. Yo'taliga nima qilish kerak? Burun oqqanga, qo'tiri, albin chizdirish kerak birinchi o'rinda. albin dori. Albin yo'q, ukol bor. Ukol bor. Shu ukoldan qo'yilsa, shu biz mas'ullar hammasiga albin berganmiz, ukolni qildirgan. Keyin o'zimiz bahchada cho'skada qo'ylar, edan qo'ylar ko'pda, yo'rda ham qo'ylar ko'p. Yo'rda qo'ylar hammasiga ponni bir qator albinni berib, shu ukolni qildirganmiz. Keyin hali tushunmaydi. Misol endi hozir qo'y olsa bo'laveradi. Misol yozgi kunda qo'y oyodimda o'zini qo'shatamizda, o'zini tirishtirib biz ishimiz shu. Yozgi kunda Qirg'izdan qo'y keladi-yu. Qirg'izda havo salqin bo'ladi, bu yerda havo issiq bo'ladi. Shuning hisobiga o'tgan qo'ylar yo'taladi, o'pkasi hali bo'ladi. Havo almashish hisobiga. Havo almashgan hisobiga o'pkasi hali ishdan chiqadi. Shuning uchun tuzatishim qiyin. Endi hozir misol baydan havo ancha sovuq chiqib qoldi. Endi Qirg'izda qo'y, misol Qirg'izda qo'chqarlar qo'chada kasal kam chiqadi. Keyin kasal asosan mayda yoshroq qo'zda chiqadi. Shu 2 million 2,5 million qo'zda chiqadi. Yosh qo'zdan chiqadi demak. Kishak 4 chiqadi kasal umuman bo'lmaydi. Nimaga qo'ylar yengib yuboradi kasalda. Bu immunity pasportda qo'zini ko'tara olmaydi kasalda. Shuning hisobiga qo'zada ko'p kasal bo'lib, ko'pincha qo'zlar nobud bo'ladi. Lekin haligi nima 3,5 million 3 million atrofida qo'zda katta yirik qo'yib olsa bo'laveradi. Ana shunaqa olsa mansaka vafro bo'ladi. Kasal bo'lmaydi misol. Keyin endi o'rgatib olgandan keyin endi bosib berilaveradi. Misol qo'zga mancha yem berishadi desa, u mancha beradi, tez o'zgarlaydi. Ko'proq yesa ham nima o'zgarishi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, katta qo'ydi. Bular ham qirg'izdan o'tganmi o'zi bu? Hamma Qirg'izda o'tgan. Mana Qirg'iziston. Mana bitta so'lib bitta qolib ketgan bu. Mana bundan juni o'sgan so'lib. Juni o'sgan hech kim yoqmay o'zim uyga olib chiqib qo'yganman-da. O'zim yerda endi bosib beryapman, endi qisir lekin bu qo'y. Chunki men puchma akalar endi nima deydi, bu bo'g'az bo'lmaydi-yu. Bu puchma qo'y umuman yugurmaydi, suzishmaydi, umuman aloqamaydi. Bir-biriga ham suzmaydi, irg'imaydi. Faqat yotaveradi, semirib yotaveradi, shu. Uni haligi qutur chiqqan bo'lsa-chi, avazlik masalan. Qutur chiqqan bo'lsa, atrabon bor, atrabonga oltin go't qo'shib qaynat qizdiriladi. Qizdirib turib, vosiladi, shu qutur jetga bu osiladi. Shu sirada aloqa. Ukollar shart emas. Ukol qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Endi eng shu tuzatyapti shu hozircha. Haligi nima qishloqchasiga mahalliy nimasi, tabobat deydimi? Ha. Atrabonga qizdiriladi, cho'xni qizdirib turib, bosiladi. U qizib ketish kerakmi yo yengil qizsa bo'ldimi? Sal qisqa qizish kerak. Hiyo qizsa bo'ldi, balki kuydiradigan darajada bo'lish shart emas. Yo'q, shu ashaqsa ham bo'laveradi lekin. Shuni kuydiradan olib tashini o'zi bossa sразу tuzatishga qiladi. Tez tuzaladi qo'y. Bir marta ikki marta qilinsa bo'ldi. 2 marta uzog'i. Uzoq 2 marta qilinsa, demak, tuzalik bo'ladi o'zi o'sha ikkinchisida. Ikkinchisi tuzalib bo'ladi, keyin ponni junch ketadi-da, hali yerdan. Nima haligi turgan joyda junch ketadi. Emas, men qo'yim deydi bir xillar yo'talyapti-yu, lekin yeb ishlar yaxshi deydi. Qo'yimni nima qilay, sotib yuboraymi yo baqoraymi deyshadi. Nima deysiz? Yetgan narsadan qo'qadan jetiy uni. Yeyaptimi qo'y tuzaladi. Abizatli misolga qirg'iz qo'ydi, bir yerda yo'tal bo'ladi-da, u misol dalan qo'y bo'ladi. Hozir sovuqda odam o'zimizdan yo'q deyapti. Yem-yemaga bo'ladi. Keyin makka budida qo'shib berilsa, ichi qiziydi-da, yo'tal qoladi yo'tal. Taqa-taq to'taydi yo'tali. Uni yeb turgan narsadan qo'rqadigan emas, yemayotgan turgan narsadan qo'rqish kerak. Yesa u yengib boraveradi. Yengib boraveradi. Yemasa yo'qotish kerak qo'ydi. Yemagani yomon. Yemagani yomon. Lekin burun oqish nimalari, demak kishisi bas yo'talishi yeb tursa, haligi emas. Bir marta shuni aksine qildirib qo'ysa bo'ldi. O'sha joyi qildirib bo'lsa ham, shu asosan o'sha yemni yaxshilab bersa bo'ldi. Shu Makkadan Makkaga xomicha berib tursa, o'sha 4 ta qo'yib, 4 taga misol bir kasa
etlar ko'chirib qo'yib berib tursa, ichini qizdirib qoldiradi yo'talni ham. Sekin urib o'rishadi. Ha, shunday. Mana akalar, xudo xolasa. Uni havoni nimasi qanday ro'lini mana qishga masalan salafon ura qo'yibsiz mana salafon. Salafon eng muhim narsa salafonni, masalan, salafon bo'lmasa men Makka bug'doyni bosib bersangiz ham yuqmaydi qo'ygan. Issiqroq bo'lishi kerak, deyman. Issiqdan parlangan. Haligi sovug'i nima edi? Elga qoladi. Yegan yemi sovuq o'zgarib ketadimi hozir? O'zgarmasdan. Yemni men bosib bersa ham bu issiq bo'lmasa berib qo'ydi baribir. Nimagaki, u chiqotadi-da. Bu issiq joyda tursa o'zgarish yaxshi bo'ladi. Mana salafon shu uchun kerak. Havoni normal qilib turish uchun. Mana akalar. Salafon abzatni to'sib salafon. Buni hamma to'silgan. Issiqmisa o'zidan bilasizmi? Mana havo haqiqatan hozir normal. Ko'chaga qaraganda keyin uni shabada o'tmaydi akalar. Qor yomg'ir yog'sa o'tmaydi bu baqa. Havo normal turaveradi, qo'ylar ham demak yaxshi o'ziraveradi. O'ziraveradi. Shunda bu yerda ham qo'ylarimiz xudo xolasa bir chiroyli ma'lumotlarni beryapmiz inshaalloh. Foydali bo'ladi degan umiddamiz akalar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh mana pishma boq sirlari akalar. Bu yo'nalish faqat pishma emas, shu sog'liq boslari ham xotirjam mana shu ustida bo'laver ekan. Lekin mana shu qo'ylar 3200 dan bo'lgan bo'lsa, lekin bekorga qo'y o'ta katta-da akalar, bir 85 oshiqda bu qo'ylar. Birinchi ko'rsatgan qo'ylarimiz ham o'ta katta, mana yirik. Yuzlar hamma so'liq qo'shib ketyapti bulardan. Ko'rgan odam hamma so'liq deydi ular. Akalar bular so'liq emascha, pichma. Mana xudo xolasa, mana shu yemni darasi hammasini yeb qo'yadimi hozir biz ketsak? Chiqishimiz yeb qo'yadi. Yarim soatda shunda probadan biz kelishib boshladi. Ishga boqib yurganimizga. Xudo xolasa. Odam hurka bo'ldi-da. Xotirjam akalar nima edi, baqirasizlar. Inshaalloh, lekin tez semiraga qo'chaga qaraganda bir-biriga suzib, bir-birini irg'irma qilmas ekan. Xudo xolasa, foydasi ham yaxshi inshaalloh. Ham tezroq tayyor bo'lar ekan. Bu yoshlari ham akalar 4 ishga chiqdi, lekin 4-6 shunaqa emas. Bitta qo'ylar. Bular tigandan o'zi kattamida o'zi? Oriqroq edi xolos. Oriq edi, tez semirgan. 20 kun buruncha bilinib qoldi. 20 kun. Akalar mana zo'r bo'lib o'zgarib qolibdi lekin. Akalar mana xudo xolasa yem tayyorlash jarayoni mana qozon to'lar-to'lmas solindi. O'sha ichiga makka, arpa va shpirg'uq va shpirg'uqni kilosi 1,5 ming so'mdan shpirg'uq. Makka 2700 so'm, arpa 2700 so'm bo'lingan. Makka bu arpa mana qilib solindi-ya, suvni quyiladi. Shu quyilgan qaynatiladi. Shu oddiy umumanlik emas. Shu oddiy qo'y tagida tezagi bor-ku. O'zini tezagini o'zini nima qilaveradi? O'zi qaynatiladi tezak. Mana akalar o'zini mana tagidan chiqqan tezagi bu yonib pishaveradi. Pishaveradi, bu ortda bezrasotda bu. Qo'y ordan surishni bilish kerak. Qo'ydaligi negativda o'sha gapirolmasdan ordan surishni qilish kerak qo'ydi. Shpirg'uq 1,5 ming so'm kilosi. Qo'lizani nimasi bu? Tuz. Tuz mana. Yo'q, qo'ydaligi tuz berdi. Osh tuzi-ya bu? Ha, osh tuz o'zimiz oddiy osh tuzi 1000 so'mdan. Mana akalar bitta pachkasida qo'shib yuborasiz. Videosini qo'shib yuboradi. Unga suv quyib turib, tagiga o't yoqiladi. O't yoqib turib, ustiga tezasi nima qo'yilsa, ne soatda bu pishadi hozir bir taxminan yaxshi qaynab tursa. Hozir kechpigida 8 qaynaveradi kechpigida. Biz manchil pishib ketamiz. Yem berish nimasiga pishib bo'ladi, ertalab qilingan narsa. Yarmida ko'pini olamizda, kechqurunga qo'ymoq yarmida ko'pini olamiz, keyin bir pag'ir makka, bir pag'ir arpa, bir pag'ir shpirg'uqni qo'shib qo'yamiz. Yana sho'radi. Yarimdan ko'p bo'lgan, ertalab yana berdiradi. Mana akalar bu nima edi? Tezlarga haligi oson yo'lda deydi. Mana. Alloh qo'yladi mana. Mana akalar ko'ryapsizlar yemni va xolasa. Mana oddiy bir yem pishirishlar to'g'risidagi bir noldan o'sha barcha bir ma'lumotlar kasalliklariga, yemlar tayyorlashlari hamma jarayonni bir chiroyli yoritib berdik. Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh mana like bosib turinglar akalar. Mana like bosib tursa bo'ldi. Doktorsa baxshida qo'yadi ko'rsatib, cho'chkada qo'yadi. O'shalar shu 1000 like bo'lsa, shu so'li baxsizlar, ko'chqir baxsizlar, barcha bir ma'lumotlarni sizlarga bir taqdim etishga harakat qilamiz. Keyin qo'ylar ko'p edi. 300 dan qo'ylar ko'p. Sotiladigan qo'ylarimiz ham bor. Sotiladigan qo'ylar ham bor. Bo'lmasa to'y berasiz, har qanaqa turida. Har qo'ydan to'y beriladi, albatta. Mana kelar narxi arzon. So'l to'y beramiz. So'lga pilyapti, bo'g'a so'lga pilyapti. Yosh kattaroq. Bittadan bo'lsa olib, yemlar orasiga so'lga pilyapmiz. Shu asosan hozir menda shunaqa so'lga oladiganlar Bitcoin so'radi. Puli necha pul turadi, Bazbek? Narxini baland emas. 2 milliondan 2 million 300 mingga bo'ldi. 2,5 pahza qo'ylar. 2,5 emas. 2 milliondan bosh so'lga beraman. Telefon qilsa o'sha videolarni chiqarib berasiz o'zingiz. Ha. Mana. Akalar, men Telegramdan yozasizlarmi? Telefon qilasizlarmi? Ikkilada nomerlar bo'ladi. Agar bir telefonlar bir nima edi, o'ch ko'rsatsa, o'sha Telegramlarga bir yozaverasizlar. Chunki bizga antenna zo'r emas, qish sharoitimizdan yaxshi tushunasizlar.
Lekin mana akalar mana shu oddiy nima qilingan 100 litrli qozonga suv quyilar ekan, xudo xolasa bu tayyor bo'lib pishak akalar. Videoni shu orchib ko'rib turamiz akalar, xudo xolasa. Hop akalar mana qo'ramizni va tashqaridan ko'rinishi xudo xolasa mana oddiy qo'ra, hashamatli bir 5 yulduzli qo'ra bo'lmasa ham yaxshi zurali emas bu qo'ylar. Qo'ralik yo'qmi? Qo'rani ahamiyati yo'q. Katta qo'ra ham shu ichida o'sha endi berishni bilsa bo'ldimi? Bu 5 yulduzli qo'ra hammasi bitta qo'ra-ku. Haligi nima deydi, chiroyli qilib qasr qo'yamiz, qo'ylar mehri bo'lmasa bir tiyin. Shunaqa to'g'ri. Qo'ydasan raqshni bilish kerak xolos. U qo'ra bulardan shu. Mana akalar mana oldin mana oddiy qo'ra masalan. Mana akalar oddiy qo'ra, ustlari ba'zi bir tomon salfan o'ralgan, tepalari loy bilan mana berkitilgan, xudo xolasa oddiy bir qo'ra uy sharoitidagi qo'ra akalar. Bunga bir nima deydi, katta bir miqdordagi pul sarflash yo bo'lmasa bir chiroyli qilib nima qilishasiz. Shart emas, shu o'zingizga bir yoqadigan ixcham holatda qilsalaring bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib yurar ekan. Mana shu kamizdan faqat mana shu qo'yib juda qasqagan ish emas, oyog'imizdan ketgani yo'q. Xudo xolasa. Akalar, videolarimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar sizga bir ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'ysalaring, xudo xolasa bir juda ham xursand bo'lgan bo'lardi. Mana akalar bizlar ichga kirib ada qo'rqurda. Mana akalar mana ko'rasizlar mana hammasi mana yemni yon kelib yemni yeyapti. Biz borganimizda yemni yegan yo'q edi. Xudo xolasa akalar mana kimda bir tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa, agar berilmagan ma'lumotlar bo'lsa, xotirjam avazli o'zlar nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa barcha ma'lumotlar qo'ldan kelgancha berasiz, avaz o'zingiz. Faqat like bosib bo'ldi. Qo'y kerak deysa-chi, avaz bizga ham qo'y bering desa ham telefon qilaveradi. Abzal telefon so'radi. Qo'y kerak, qo'y do'qos turdan qilib beriladi. Hamma turdan bor, lekin xudo xolasa. Biz ishimiz shu. Qo'yirlar qo'ldan kelgancha. Nega xudo xolasa. Nima bemalol bir telefon qilaverasiz, bir hijolatchilik bo'lmaydi inshaalloh. Videolarimiz foydali deb hisoblasangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyaga bir yaxshi fikr yozib qo'ysalaring. Xudo xolasa bir 1000 ta like bo'lsa, inshaalloh shu uchastkada qo'ylarni ham bir obzorini qilib, chiroyli qilib sizlarga bir taqdim etamiz. Sog' va salomat bo'ling. Ishlaringizga va choralaringizga baraka bersin.